Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. Olmaliq shahar axborot kutubxona markazi xodimlari tomonidan Nuriddin Ismoilovning She'r yigit asari haqida so'z boradi. Iste'dodli adib Nuriddin Ismoilovning mazkur sarguzashtli asarida sho'ro davrida maxfiy xizmat tizimida ishlagan yosh o'zbek yigitining favqulodda qiziqarli va o'ta xavfli faoliyati aks etgan. Asar detektiv janriga xos ziddiyat va to'qnashuvlar maydonida kengayadi. Sobir, ya'ni bosh qahramonimiz ona vatanidan olislarda g'oyatda murakkab, qaltis vaziyatlarda o'zbekning mard, jasur o'g'loni sifatida necha o'limlarni dog'da qoldiradi. Menga shaxsan ma'qul kelgan fazilatlardan biri shundaki, eng xatarli lahzalarda ham, hayot qil ustida turgan soniyalarda ham Sobir qalbidagi ezgu insoniylik tuyg'usini boy bermaydi. Bu oliy tuyg'udan voz kechmaydi va nazarimda xuddi shu tuyg'u uni o'limlardan omon saqlaydi. Roman 2 kitobdan iborat va avval alohida kitoblar holida nashr etilgan. Qo'lingizdagi mazkur nashr har 2 kitobni jamlagan shaklda chop etilmoqda. Agarda ushbu kitobni mutolaa qilish xohishingiz bo'lsa, Olmaliq shahar axborot kutubxona markaziga sizni kutib qolamiz.